Tikuvchilik bu juda ham halol kasbda. Ya'ni payg'ambarlarimiz davrida ham bu kasb bo'lgan. Dunyoda bitta ayol qolsa, zargarga kasb topilibdi deganda, bitta ayol qolsa ham tikuvchiga ish topilibdi. Bu degani karvon ko'p rizqi bo'lak. Hozir hamma tikuvchi bo'lib ketdi. Nima qilasan tikuvchilikka? Kimni qarasang tikuvchi deymiz, lekin bu ishni ham ustasi bor. Ustasi darajaga chiqib, professional darajagacha chiqish hammaga ham emas. Oxirigacha olib borish hammaga ham emas. To'g'ri, qiziqib hozir yoshlar ozgina tikib, boshqa qilib internetga berilib qilishyapti, lekin fantaziyasini, fokusini faqat shu narsaga qaratib, yillar davomida shu ishni qilsagina keyin professional darajaga yetishi mumkin. Oddiy kasb emas tikuvchilik. Tikuvchilik bu juda ham halol kasbda. Ya'ni payg'ambarlarimiz davrida ham bu kasb bo'lgan. Dunyoda bitta ayol qolsa, zargarga kasb topilibdi deganda, bitta ayol qolsa ham tikuvchiga ish topilibdi. Bu degani karvon ko'p rizqi bo'lak. Hozir hamma tikuvchi bo'lib ketdi.